Bana qara. Sen shu yerda ishlaysanmi? Bu joy sotilayotgan ekan. Xo'jayining kim o'zi? Aka xo'jayini ichkaridalar. Bemalol kiravering. Ko'rib turgansizda, tayyor yurib turgan joy. Ma'lum sabablarga ko'ra chet elga ketayotgan. Shuning uchun sotyapman, aka. Joyingiz menga juda ham yoqdi. Davay, narxini kelishaylik. Aka, hozir bir minut. Adamlar kelib qoldilar. Bana qara. Mani vaqtim yo'q. Kelishsa kelishaylik. Yo'qmasam o'zing bilasan. Aka, men bor uzr. Ada, assalomu alaykum. Nima turibsiz bu yerda? Kiravermaysizmi? O'g'lim, ertalab turgunimcha ishga vog'lik ketib qolsan. Bugun gapimiydi. Bir ikki so'm puling yo'qmi? Nima deganingiz? Qizuvmisiz? Sizni duolaringiz bilan ko'karib yuribman-ku. Borim sizniki. Yetadimi shu? Voy o'g'lim, boringga shukr. Bu yerda juda ko'p-ku, menga mana buni o'zi yetadi. Ada, buni gapga ishlatasiz. Qolgani yoningizda tursin. Sizni yaxshi ko'raman. Mantafang ulug' bo'lsin. Qani ilohomiy, chet elda boshlagan ishlaringni rivojini bersin. Allohu akbar. Yaxshi ishlagan. Bo'pti, ada, yaxshi yetib oling. Aka, siz hali ham shu yerdamisiz? Boygi vajohatingizni ko'rib, ketib qoldingiz deb o'ylanman. Do'stim, boya otangizga qilayotgan muomalangizni ko'rib, to'g'risi juda ta'sirlandim. Otasi yo'qotganlar biladi. Shu bagus restoraningizni menga soting. Aka, qarang. Ota kelganda rizq ham kutib turar ekan. Mayli, baraka, sizga sotdim. Rahmat. Sizni yaxshi ko'raman.